bank beradigan 10 yillik qarzni 2 yilda o'zim yopib yubordim. Alhamdulillah. Amallar niyatlarga bog'liq. Muhimi niyatni to'g'ri qilishimiz kerak ekan. 2017-yilda uy olish maqsadida uylarni qidirganmiz. O'shanda kreditga bo'lsa ham, 4-etajdan bo'lsa ham kvartira olishimiz kerak deb niyat qilardik oilam bilan. Alloh taolo niyatimizga yetishtirdi. Ya'ni kreditga 4-etajdan yangi kvartira nasib qildi. O'shanda tushunib yetdim. Biz qanaqa niyat qilsak, Alloh taolo bizni o'sha niyatimizga yetishtirar ekan. Kredit to'lash boshlandi. Kreditni summasi yuqoriroq bo'lgan, oyligimizdan ko'ra ancha yuqoriroq bo'lgan. 10 yilga kredit ajratilgan. Lekin o'shanda niyatim o'zgargan. Ya'ni kreditni nima qilib bo'lsa ham yopish kerak ekan. Hattoki qarz olib bo'lsa ham yopish kerak ekan. Degan niyat bo'lgan. O'zimiz davlat ishida ishlaymiz, oylikka yashaymiz. Shunda Alloh taolo o'sha niyatimizga ham yetkizdi. 7 oy, 8 oy deganda qarz topdik. O'sha summani miqdoricha qarz topib, bir kunda bankka borib qarzni yopib keldim. Va bank beradigan 10 yillik qarzni 2 yilda o'zim yopib yubordim. Alhamdulillah. Niyatimizni to'g'ri qilsak, Alloh taolo o'sha niyatimizga yetishtirar ekan. U niyatingiz qanaqa bo'ladi? Qiyin bo'ladimi? Qanaqa yo'l bilan erishishingiz u qiziq emas. Allohga oson. Alloh yaxshi niyatga insonlarni yetishtiradi. Muhimi orqaga qaytmaslik.